Yana shu telefonga anqayapsanmi? Tezroq ishini qilsang bo'lmaydimi? Mana shu uy supur, hovli tozala, bolalarga qarab bilan umrim o'tib ketyapti. Buni qarang, mana blogerlarni ko'ring. Eri xotiniga uy, mashina podarka qilyapti. Bir kun Turkiyada, bir kun Maldivda, Shvetsariyada mazza qilib dam olib yuribdi. Yana shu Instagrammi? Jonga tegdi mana shu blogerlaring, Instagramlaring. Men bo'lsam faqat uy tozalab yuraman. To'g'ri, hozirgi kunda olib chiqilayotgan Instagramdagi hayot bu oilalarning buzilishiga sabab bo'lyapti. Lekin ularning hayotidagi bo'layotgan natijalar bu yolg'on degani emas. Shunchaki ularning natijasini ortida pul qonunlarini to'g'ri ishlatish turadi. Agarda siz ham qarzdorlikdan chiqish, serobgarlikka o'tish hayotini o'rganishni istasangiz, men sizga 3 kunlik bepul dars tayyorladim. Hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va serobgar hayotda yashash qonunlarini o'rganing.